Assalomu alaykum, program obunachilari. Bugungi ish jarayonimizdan qisqa qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Cobalt mashinamizga propan uстановка qilinyapti. Bunga qo'yilayotgan ehtiyot qismlarimiz: Yevropa Gaz Evans 32 ga 4 mnogofunktsionalniy blok upravleniyasi, farsunkamiz Rail italyanskiy IG1, reduktorimizga keladigan bo'lsa, Tomasetti Nordic, shvankalari Fagumit original, одноразовый filtr, многоразовый filtr. Keyin bunga mana o'zini original Yevropa gazi italyanskiy termotrubkalari bilan qo'yilyapti. Bu ustanovkamizning narxi 47 litrli ballon bilan 4 million 800 ming so'm bo'ladi. Endi ko'pchilikni berayotgan savollarga qisqa qilib javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, qaranglar. Men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman, sizlar o'zingizlar minus qilib hisoblab olasizlar. Mana 4 million 800 ming so'mdan mana Basic 24 ga 4 yoki Stack GoFaz 200 qo'yiladigan bo'lsa, minus 400 ming so'm, 4 million 400 ming so'm bo'ldi. Reduktorga keladigan bo'lsa, reduktor Turkiya Atiker Italiyani o'rniga qo'yadigan bo'lsa va shunda buni Tomasetti Nordicga Xitoyni qo'yadigan bo'lsa, narx yana 400 mingga tushdi. Endi farsunkani ham buni Xitoyni qo'yiladigan bo'lsa, mana ko'rishinglar mumkin, yana 350 ming so'm minus bo'ldi. Ketdi yana minus 350 ming so'm. Xo'p, endi mana termotrubka, italyanskiy termotrubkani o'rniga ko'rishinglar mumkin, mana temir trubka reduktordan ballonga borgan. Ballondan zapravishniga chiqqanini alyumin qilib qo'yib bersa, yana 400 ming so'm minus bo'ldi. Endi hammasini bitta o'zingizlar minus qilib, общий summasini kommentariyada bitta yozib qoldiringlar, necha pul qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.